Odamxo'r kelin. Dunyoda hali ham odamxo'rlar uchrab turadi. Unga yo'liqib tirik qolgan kimsalar ham yo'q emas. Bu hikoya aynan shu ayollardan biri bo'lgan ayol haqida hikoya. Akajonimni to'yi juda dabdaba bilan o'tdi. To'yxonaga kelinoyim va akam kirib kelishganda beixtiyor ko'zimga yosh keldi. 3 yil oldin to'yim esimga tushib ketdi. Biz rasmga tushish uchun sahnaga chiqdik. Ochig'i kelinoyim qarashi menga yoqmadi. Judayam sovuqroq edi ko'rinishi, lekin binoyidek o'tirardi edi. To'y tugadi. Yor-yorlar bilan kelinni uyga olib keldik. Xullas hamma urf-odatlar ado etildi. Men shu kuni qoladigan bo'ldim. Hovlimiz katta, xonalari ko'p. Uyda oldin akam, men va onajonim yashar edik. Men turmushga chiqib ketganimdan so'ng uyda akam va onam yolg'iz qolishgan. Endi esa ko'nglim to'q. Uyda kelinimiz bor. Xullas, o'sha kuni uyda qoldim. Erta tongda uyg'onib yonimga qarasam, qizim yo'q. Hovlida deb o'yladim. Yuvinib hovliga chiqdim. Qo'ni-qo'shnilar esa kelin salom bilan ovora bo'lib yotishibdi. Odamlar orasida qizimni qidirdim, ammo hech qayerda yo'q edi. Onamning yoniga bordim-u, onamdan so'radim. Kamolani ko'rdingizmi, oyijon? Yo'q bolam, hali beri sizlar uxlagan xonadan chiqmadi dedilar. Shosha-pisha xonalarni har bir burchagini izlashni boshladim. Qizim qayerda? Yerda ham yo'q, ko'kda ham yo'q edi. Mahallaga chiqib so'ramagan, surishtirmagan odamim qolmadi. Hech kim Kamolani ko'rmagan edi. Erimga qo'ng'iroq qilib yig'lab, Kamolani yo'qligini aytdim. Bir guruh militsiya xodimlari bilan yetib kelishdi. Qidiruvga berdi. Oradan 15 kun o'tdi, lekin qizim topilmadi. 2 yoshli qizimni judayam sog'inib ado bo'lib, onamni uyiga bordim. Darvoza ochiq ekan. Kirib borsam qo'shnimiz chiqqan ekan. Nahotki Madinaxon, axir ertalab Davron o'g'lim sizlarnikiga kirib ketgan edi-ku, deb kelinimizga gapirar edi. Kelin bilmadim opajon, sal turib chiqib ketgan edi, xabarim yo'q dedi. Men salomlashib hovliga kirdim. Qo'shnimiz xavotirda men bilan so'rashib, ertalab kelin chaqirilganligi uchun bir kirib ketganicha uyga qaytib kirmaganini aytdi. Men ham xijolat bo'lib, kelib qolar, bolalar bilan o'ynab yurgandir dedim. Chunki o'zimni dardim o'zimga yetib turgan edi. Mayli, bezovta qildim sizlarni ham uzr deb qo'shni chiqib ketdi. Kelinimiz bilan so'rashib, onam qanilar? Shunda kelinimiz hayron qolib, "Voy opajon, hazillashyapsizmi? Axir kechadan oldingi kuni sizlarnikiga ketishgan edi-ku", deb menga hayron bo'lib tikilib qaradi. Tushunmadim. Onam kelmadilar biznikiga, yo'qsa kelmasdim-ku bu yerga. Xavotirga tushib akamga telefon qildim. Akam uyga tezda yetib keldilar. Hamma qarindoshlarga telefon qildik. Hech kimnikiga bormagan, hech kim onamni ko'rmagan. Yuragimga birdan g'ulg'ula tushdi. Ich-ichimdan vahima bosardi. Akam shoshilib, men militsiyaga borib bo'lgan voqeani aytaman. Sen esa shu yerda o'tir, hech qayerga ketma. Akam ketgach negadir kelinimiz bezovta bo'lib qoldi. Ajablantirgan narsa nahotki yonimga kelib onajonimni, hattoki qizimni hol ahvolini so'ramadi. Unga nisbatan ko'nglimda shubha uyg'ona boshladi. Nahotki shu ishlarni boshida kelinimiz turgan bo'lsa, 2 hafta ichida 3 ta insonni izsiz yo'qolsa-ya, men kelinimizni kuzatishda davom etdim. Yonimga kelib to'satdan "Opajon, ketasizmi?" deb so'radi. Men esa uni gapidan qotib qoldim. "Nimaga, siz xalaqit beryapmanmi? Sizga xalaqit beryapmanmi? Men bugun qolaman" dedim-da, ichkariga kirib ketdim. Uyga kirib parda orqasidan kelinimizni kuzatishda davom etdim. Orqamdan xo'mrayib qarab qo'ydi-yu va shuni orasida tinmay yerto'laga qarab qo'yar edi. So'ng xonasiga sekin kirib ketdi. Men esa yerto'la tomon yurdim. Yerto'laga tushsam qop-qorong'u ekan. Fanar uchun yerto'ladan chiqmoqchi bo'lib qarasam, kelinimiz katta pichoq bilan yerto'la tomon kelar edi. Men qo'rqqanimdan darrov berkindim. U pastga tushib fanarni yoqdi-da, katta temirli idishni ochdi.
Tirjayib tez-tez nafas olib temir idishga qo'lini tiqib bir narsani olib chiqdi. Kelinni olgan narsasi bu qo'l edi. Men qo'lni ko'rib qotib qoldim. Chunki qo'lda otam onamni qo'liga taqqan uzukni ko'rib tanib qoldim. Bir necha soniya nafasim to'xtab qoldi. Ko'zlarim qizarib achchiq yoshga to'ldi. Qo'rquvdan dir-dir titrardim. Unga bo'lgan nafratim ortdi, lekin qo'rqqanimdan joyimdan qimirlay olmasdim. U bo'lsa o'tkir pichoq bilan qo'lini birin-ketin barmoqlarini kesib, qaltiratib katirlatib yeya boshladi. Qon bo'lib ketgan qo'lini yalab xotirjam idishni yopib chiqib ketdi. Men joyimdan o'tirib ko'rgan manzaramdan qotib qolgan edim. Tepaga chiqqani holim qolmagan va qo'rqqanimdan dir-dir titrar edim. Shu payt opajon degan tovush eshitildi. O'tirgan o'rnimdan cho'chib ketdim. Yana opajon dedi. Ey Xudo, agar meni bu yerdaligimni uni qilgan ishidan xabar topganimni bilsa, meni ham shu ko'yga soladi va o'ldiradi degan xayolga keldim. O'rnimdan turib tepaga chiqishga harakat qildim. Tepaga ko'tarilganimda hovlida kelinga ko'zim tushmadi. Xonasini chirog'i esa yoniq turardi. Demak, u xonada bo'lsa kerak degan xayolga bordim. Vaqtdan foydalanib tez qochib qolish kerak. Tepaga chiqib qochmoqchi bo'lganimda boshimga urilgan zarbdan yerga yiqildim. O'zimga kelib boshimni ko'tardim. Kelin vajohat bilan o'lging kelib qoldimi yoki seni ham onangni va qizingni oldiga yuboraymi? Essiz, vaqtli bilib qolding-da. 3-4 kundan keyin akangni biror joyga jo'natib, seni qaynoq qoningdan ichmoqchi edim. Buni qara, omading bor ekan. Bugunchalik senga tegmayman. Qop-qorong'u xonada bugun yotasan deb ustimga chiqib minib oldi. Qo'l oyoqlarimni bog'ladi. Kuchim yetmasligini bilib dodlab baqirdim. Burnimga hidlatgan ro'molchasidan hushimni yo'qotdim. Qulog'imga chalingan ovozdan ingrab hushimga keldim. Qop-qorong'u xonada bir narsaga qattiq bog'langan edim. Hovlida akam bilan erimni ovozini eshitib xursand bo'lib ketdim. Lekin qanchalik urinmay qo'limni yecha olmasdim. Hattoki qimirlay olmasdim. Erim esa akamga menga rosa qo'ng'iroq qilganini, ko'tarmayotganimni va uyga qaytmaganimdan xavotir olayotganini aytar edi. Shu payt kelin ovozi eshitildi. Siz oyijonimni qidirgani ketganingizda sal o'tmay opajon ham ketdilar dedi. Men stulga bog'langanimni his qildim. Xudoyimdan bu odamxo'r panjasidan qutqarishini tinmay so'rab yolvorardim. Ko'p qimirlashim natijasida yerga gursillab yiqildim. Og'zimga yopishgan skochni tishlarim bilan chaynab, tishlab, bor ovozim bilan aka deb baqirdim. Meni eshitmayotganidan yig'lardim. Butun badanim qo'rquvdan terga botib suv bo'lib oqdi. Shu payt menga qarab kelayotgan qadam tovushlarini eshitib xursand bo'lib ketdim. Akam deb mo'ltillab qadam tovushi tomonga qaradim. Ko'zimga fonar yorug'i tushdi. Ko'zlarim qamashib, bu yorug'likdan ko'zlarimni olib qochdim. Shu payt yuzimga issiq qo'l tekkanini his qildim. Pichirlagan ovoz esa meni telba qilib qo'ydi. Ular ketishdi. Sizni qidirgani. Endi biz yolg'izmiz opajon. Vaqt juda kam. Ular qaytib kelib qolmasdan oldin pichoqlarimni o'tkir tig'ini his qilasizmi? Deb chap qo'limni pichog'i bilan kesib yubordi. Kesilgan joydan qon otilib chiqar edi. Og'riqdan emas, o'lib qolishdan men qo'rqar edim. Nazarimda kelinni tishlari vampirlarni tishlariga o'xshardi. Bu tishlar meni bo'ynimni tishlashga shaylandi. Bo'ynimni tishlaganda esa bunday og'riqni hech his qilmagan edim. U bo'ynimdan qonimni simirib ichardi va nihoyat bo'ynimdan og'zini oldi. Holsillanib boshim aylandi. Bundan keyin og'riqlarni eslashni ham istamasdim. Azoblarni eng yomoni birin-ketin qo'llarimni va oyoqlarimni barmoqlarini maydalashdan boshladi. U ishdan xursand bo'lib xolab kulardi. Men esa bo'ldi, boshqa azob bermay meni o'ldirishini yalinib yolvorardim. Tezroq o'lsam, bu azoblardan qutulsam. Kelin esa nima balo, joning toshdanmi deyman. Hech o'lmaysan, qizing yo'qolgan kuni esingdami? Qattiq uxlab yotganingdan
bag'ringdan olib chiqib ketganimni hatto sezmading ham, deb menga qon og'zi bilan jilmaydi. Nafratim oshgandan Xudo jazoingni bersin deb yig'lardim. Seni go'shtlaringni itlar yesin deb baqirardim. Juda o'zimni uni o'ldirishni xohlardim, lekin qo'lim bog'langani va qirqilgani tufayli hech narsa qila olmasdim. Ha, it emgan maraz, to'xta deb kimdir kelinni orqasidan tovush keldi. Bu tovushni eshitib Xudoyimga shukur deb ko'zlarimdan duv yosh keldi. Chunki bu akajonimni tovushi edi. Kelin orqasiga o'girilib akamga, keting bu yerdan, keting. Men hozir o'zimga javob bera olmayman. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizga aslo ziyon yetkazishni xohlamayman. Axir men qon ichib turmasam kasal bo'lib qolaman, deb bor ovozda chiyillab baqirdi. Sen hali javob berasan. Men oilamdan tashqari yana hech necha xonadonni qonini ichgansan, dedi. Kelin mushukday muloyim bo'lib kechirim so'rab akamni yoniga yaqinlashardi. Men esa aka uni qo'lda pichog'i bor deb ogohlantirdim. Shu payt kelin akamga tashlandi. Akam paytdan foydalanib kelinni qo'lini qaytarib pichog'ini o'ziga tiqdi. Zulayxoni shu paytni o'zida joni uzildi. Bu kunlarni eslasam, haligacha butun badanim seskanib ketadi. Qizim va onam uchun achchiq ko'z yoshlar to'kaman.